Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar. Hozirgi ishimiz Baliqchida bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin. Tomga pena quyish jarayoni ketyapti bu yerda. Mana 190 kvadrat joyimiz yo'q. Chiroyli holatda quyib beryapmiz 10 sm qilib. Ko'rishinglar mumkin. Tagiga qoqilgan lattalarni ham chiroyli holatda qoqqanmiz. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan ularga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Chotki chiroyli holatda. Like bosib, shunaqa xom qo'ygan, yorilib ketgan loyni ustidan ham qo'ysa bo'ladi. Buni yorilib ketganlar bilan aloqaga chiqaverasizlar. Ustiga bosib beramiz. Ustalar akalarimiz zardama-zardaga ish qilishyapti deydi hozir. Charchamayapsizlarmi? Pena suv kesimi? Bemalol pastdan aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Keyingi ishimiz Xudo xolasa Toshkentda bo'ladi. Qaytida Toshkentda? Food Cityda 24 000 kvadrat dom olganmiz. Bizda 3 ta 4 ta bolalar bor. Bemalol zakaz qilsanglar borib quyib beraveramiz. Eng sifatli gipsdan quyiladi bu. Gips sement penasi bo'ladi. Plankada quyiladigan emas. Bochkada tayyorlab quyamiz. Mana bemalol pastdan yo'llarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana tek chiroyli holatda qilib quyib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha like, komment yozib qo'yasizlar.